o'rtoqlar tasavvur qilasizlarmi? Mana shu 6 ta ovqat 59 ming so'm bo'lyapti. Men bugun ukam Husanni shu oshiga taklif qilinganman. Aka kelib ovqatlarimizni mazasini ko'rib bering. Ovqatlarimga 100% uverinman dedi. Shunaqami? Shunaqa aka, bemalol kelib, mana o'shaning uchun men o'zingizni taklif qildim. Odamlarga tavsiya qilalarmikinsiz mana shu narsani ko'rib bersangiz bo'ldi aka. Xo'p, qaranglar, 59 mingimiz ichida nimalar bor? Mastava 12 ming so'm, osh 12 ming so'm, bu qozon kabob deymizmi, tovli jarkob deymizmi? 15 ming so'm, shashli 14 ming so'm, somsa 6 ming so'm aka. Bunga menimcha bemalol 3 kishi ovqatlanib, bemalol qonun to'g'ri ketsa, tasavvur qilasizlarmi? Shaharda, Toshkentda 59 ming so'mga 3 kishi 20 ming so'mdan ham aylanmayapti. Ajoyib. Endi buni mazasini ko'ramiz. Xo'p, hozir endi 12 ming so'mlik vegetarianskiy oshimizni yeb ko'ramiz. Yo'q, vegetarianskiy emas aka, mana go'shtlari bor, qarangda. Просто go'shtdagi ekanda. Go'shtlari aka halol, O'zbekistonda o'zini go'shi bilan, sveji go'shi bilan, Qozog'istonda o'sha go'shtlarni ishlatamiz biz tonni aka. Bemalol u go'shtlar normal. Bitta odamga bir ikkita go'sht tushadi. Normal tushadi. Voy, buning ichida go'shtlari ham bor ekan. Go'sht emas aka, asosiysi mazada aka. Bitta mazasini ko'ring. 12 ming so'mning ichida ajoyib. Qani endi mazasini ko'ramiz. Ani bismillah. Faqat realniy baho beraverasiz aka. Qaranglar, to'g'risini aytish kerak. Men narxini eshitganimda kiloli yoshlar sotishadi-ku, uy yoshiga o'xshaydi ko'proq. O'shanaqa osh deb o'yladim. Bu rostdan o'zimizni Komalon, Beshqozonda borib, o'shalarning mazasiga o'xshab ketar ekan osh. Mazali aka. Asosiysi keyin jig'ildonni qaynatmaydi aka. Mana hozir operatorlarimiz ko'rsatib bersa kerak, no'xatlari, sabzilari, go'shtlari me'yorda, hani. Realniy mazali aka, chunki men buni ustida aka o'zim qarab turaman shu. Chunki o'zimga yoqqan sifatli narsani boshqalarga ham tavsiya qilishda harakatini qilaman buni. Oshpazlarning ko'pchilik aytsa, oshpazlaringizga oson emas ekan sizlar deyishadi. Ular o'zini ustida ishlaydi-da, shuni nima qilib tursiz, gapirib tursiz. Biz Husan bilan oldindan gaplashganmiz bu mavzuda. Har bitta ovqatda ustida shaxsan Husanni o'zi turadi, ya'ni tekshirib har bittasini ruxsat bergandan keyin sotuvga qo'yiladi, shunaqami? To'g'ri aka. Mazasi mazali chiqqandan keyin beriladi. Men to'g'risi o'zim ajablandim. 12 ming so'mga Toshkentda yo'q. Yo'q aka. Toshkentda gap yo'q. Lekin arziydi, mazasi yoqdi menga. Rostdan yoqdi mazasi. Endi mastavani ko'ramiz. Mastava aka shunaqa payt kelganki, oshpazlarimiz ko'p almashdi. Bochkaniga bormasdan o'sha bizga keladigan paytlar ham bo'lishgan aka. Shunaqa payt bo'lgan. Hozir endi qanaqa chiqyapti? Hozir bitta endi tatib ko'rib berasiz aka. Lekin qattiq gapirib bochkani mastavasi bilan solishtirib, no, qaranglar. Bitta tatib. Operator bitta ko'rsatmasam bo'lmaydi buni. Ko'rsa ichida go'shtlari normal, lekin. Qani bismillah. Voy uka. Qani aka. Seriozniy lekin aka, bu o'zim yoqtirib nima qilib tayyorlatib turaman aka, yo'q-ku. Men onamning mastavalarini esimga solvardi. Hali ratatouille yoshligi patreska tushadi, shunaqa bo'ladi. Qaranglar, mastava ikki xil bo'ladi. Guruchini alohida qaynatishadi va guruchi ichida qaynatiladi. Haqiqiy katta povurlar aytadiki, mastavani guruchini ichida qaynatish kerak. Chunki guruch shirasi bilan mastava mazali bo'ladi deyshadi. Endi hozirgi bozorda ko'proq mastavani guruchini alohida qilishyapti, lekin nimaga sababini ham bor-da uni. Guruchni ichida qaynatish faqatgina o'ziga uvering povurlar qiladi u narsani. Masavam qolib ketsa, kasha bo'lib qoladi deydi-da. To'g'ri. Ha, bularda kasha bo'lmaydi, chunki 12 ming so'mga mastava to'g'risi uchib ketadi. Mazasi lekin rostdan yaxshi ekan. Endicha qarang, meni kuzatadiganlar biladi. Men qattiqdir yaxshi desam, shubhasiz yaxshi bo'ladi-da. Chunki ovqat ichida yurimiz, bemaza narsa bo'lsa o'zim ham qo'ymayman. Siz bilan ham gaplashganmiz. Men aytdim, mazasi yaxshi bo'lmasa qo'ymayman desam, bemaloldir. Men o'zimdan ham shunaqa prinsip aka, polniy. Yoqmasa, yoqmadi nagida aytaman. Rostdan zo'r. 12 mingga menimcha bu ham Toshkentda yo'q bo'lsa kerak mastava. Yo'q, 12 mingga mastava emas. Bitta Toshkentda emas, viloyatda ham eshitmaganman. Menimcha yo'q aka, 12 mingga. O'zi video o'tganda ozgina yeyman, qolgan narsani yemayman, lekin hozir niyat qilib qo'ydim, videodan keyin yeb qo'yaman hammasini. Menga juda ham yoqdi to'g'risi. Xudo xolos. Xo'p, endi bu jarkob. To'g'ri jarkob. Men Koreyadaligimda buni 25 ming qilib qo'yishgan ekan bu narsani. Keldim, boshqatdan biz nezir nimaga foydaga ishlanadi, ishchilar, odamlar duosi bilan Xudoga shukr shu joygacha keldik.
O'shaning uchun aytdim, kelinglar narxini arzonroq qilaylik, xalq yana ham maza qilib yesin. Chunki faqat osh yegandan ko'ra bu ovqatlarimiz ham tatgan mazaliroq bo'ladi, yana Ajoyib. xili ko'payadi. Husan ukajonim qarang, bitta narsani men o'zim uchun cho'ng olishim kerak-da. Buni hozir 15 ming sotyapsizlar, to'g'rimi? Men taxminan kuxnyani bilaman-da, ichida bo'lganim uchun. Mana shu oyoqchasi bor-ku. Shu oyoqchasini prosta yog'ni o'zida bunday pishirib bersa 15 mingdan qimmatga tushadi. Oshna. Nima qilyapsizlar? To'g'risi boshida o'zi qarshilik qilishdi, birga sheylarimiz bor. Hali nima unaqa qiladigan bo'lsak, narxi ancha arzon bo'lib ketib, bizga hech qancha ishtima qolmaydi degan nima qilishdi. Men aytdim, kelinglar dedim, faqat oshni o'zi bilan odamlar zeriktirib qo'ymaylik dedim-da. Yangicha mana shu ovqatni qo'shganmiz. Buni ko'pchilik tatib ko'rsa bo'ladi, bemalol. Qani endi mazasini ko'ramiz buni ham, bismillah. Qaranglar, bu reklama emas, bu tavsiya. Kelib yeb ko'ringlar. To'g'risi, o'sha 3 ta ovqatni yegan bo'lsam, hali yomonini yeganim yo'q va men buni qimmat joylarda ham yeganman. Bunaqa mazali emas. Rostdan aytaman. Mehr beriladi aka bularga asosiysi. Qayoqdagi baribir ham anaqani yeb yurishibdi-da, ana fast foodlarni ham-da. To'g'ri. 15 ming so'mga olib xudok bermayapti. 15 ming so'mga целый to'g'ri jarkobda. To'g'ri. Maza qilib ovqatlanib ketsa bo'ladi. Buni hali ko'p xalqimizni ko'pi keyin ko'rgan yo'q. Keyin puli ko'p odamlar bacha kelishga arzon joyga boramanmi, ovqati o'rtacha bo'lsa kerak deb o'ylaydigan odamlar ham juda ko'p. Men unaqa emasligini juda ham ko'p aytyapman. Bemalol. Misol O'zbekistonda o'rta hol bor, misol boy bor, nima deydi? Hammamiz misol bemalol kelib yeb ko'rsan ham bo'ladi. Mazasi hamma tabaqaga xullas bemalol, Hamma qatlamdan bor xullas. qatlamga bemalol yoqiydigan. Ana endi 14 ming so'mlik tovuq shashlikni ko'ramiz. Mazasini qani bismillah. Hozir operatorim aytdi-da, aka, ozgina negativ qo'shing, faqat pozitiv bo'lib ketyapti deydi. Rostdan shirin bo'lsa nima deyman? Rostdan men bitta odamlar o'tiribdi, bulardan ham so'rab ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol kelib so'rab ko'ringlar, yo bo'lmasam ishonmayotgan bo'lsangiz kelib yeb ko'ringlar. Prosta o'zlaring tavsiya, bitta tavsiya bu. Lekin rostdan yorug'lik shashlikchi ham. O'rtoqlar, kelib ko'ringlar. Nima deyman boshqa, kelib ko'ringlar. Bloger ishi faqat maqtash emas. Mazasini ko'rmaguninglarcha chungizlar deyman hozir. Million gapirgan bilan bitta kelib yeb ko'rgan yaxshi. Qaranglar, ovqat shirin bo'lishini asosiy sabablaridan bittasi, ikam Husan bir уже 8 yildan berimi? 6,5 yil, 7 yilga qarab ketyapti. 7 yildan beri mana shu ovqat sohasining ichida yaxshi va yomon ovqatni juda ham yaxshi aniqlay oladi-da. Odam уже biladi-da, o'zi usta bo'lib ketadi o'zi. Bunaqa odam bemaza ovqatni odamlarga taklif qilishi juda keyin men kommentariyalarni ham o'qiyman-da. Kommentariyalarda nima deydi? Salatni qimmat deyishdi-da. Men ko'rdim-da. Lekin menimcha u odamlar boshqa joyda salat yeb ko'rmagan-da. Yeb ko'rmagan. Endi bilmadim, masalan, osh 12 ming so'm, salat 10 ming so'm bo'lsa, endi odam o'ylab qolsa kerak-da, rostdan ham. Salatni qimmat qilib olgan. Lekin men hamma joyda o'rganib chiqib turib, hamma narsa narxini o'shandan o'rganib chiqib turib qo'yilgan narxlar aka. Yo'q, aytmoqchimanki, negativ yozganlar ham mazasi masalasida yozmagan, ya'ni mazasi yomon demagan. Tushunasizmi? Ha, to'g'ri. Endi ish jarayonida albatta xatolar bo'ladi, u to'g'rilanadi. Taklif berayotganda ham insof bilan taklif berish kerak-da. Lekin 12 ming so'mga osh taklif qilish bu insofsizlik-da. Lekin o'ziga nisbatan insofsizlik, klientlarga nisbatan emas. Men bitta narsani xohlayman aka, kelganlar prosta kelib duo qilib ketinglar. Men shu narsani bildim aka, 6 olma duo oldi, yoshligimizda aytishardi. U narsa hozir menimcha yo'qolib ketgan. O'sha narsani men mana shu joylarda ochib bildim aka. Duoda slishkim gap katta ekan. Duo olib yuribmiz, Xudoga shukr. Qanaqa qilib eplanib, qanaqa qilib yaxshi bo'lib ketayotganini o'zimiz ham bilmay qolyapmiz. Biznes qadriyatlarga asoslanganda baraka bo'ladi deyishardi-da ustozlar. Men shu joyga kelib shuni ko'rdim. Odamlar o'tiribdi, hammani qorni to'yibdi. Masalan, hamma ham o'ziga har kuni osh yeyishni pozoriyat qila olmasdi. Hozir 12 ming so'm bo'lsa, bemalol kunda yeyoladi. 3 mahal ham yeyoladi. Hech qayerda ishlamaydigan odamlar ham. Hozir 3 mahal deganiga men esimga tushib qoldi, Yaypanda o'sha 8 ming so'mlik osh bor edi-ku. Endi u povur ham o'zi, joy ham o'ziniki, akani, hammasi o'ziniki-da. Endi bu yoqda arendalari bor. 30 tada ko'p odam ishlaydi desa, juda katta risk. Masalan, pulni chiqazish oson emas-da. Shunaqa. Lekin gap yo'q. U yoqda ham kuniga 2 mahal, 3 mahal ovqatlanadiganlar bor edi.
Men uverenman, Toshkentda ham shu joyda, ayniqsa mana shu vaqtda kuniga 3 mahal, 4 mahal ovqatga keladigan odamlar paydo bo'ladi. Bor. Chunki mazasi zo'rda. Hozir ham bor aka. Уже mahalladagilar ovqat qilmay qo'yishgan uyda. Seriozно. Chiqib ko'pchilik aytadi. Endi somsani ko'ramiz. Qani, bismillah. Bu menimcha kartoshkali. Shunaqa ekan? Kartoshka ekanmi? Bu ko'rsatmam ham. Aka, buni ishonasizmi? Somsani ustida men 3 oy qiynaldim aka. 3 oy qiynaldim. Oxiri somsa topildi aka. Yaqinda Chorsuvda joyimiz ham bo'ladi. Hozircha Jarariqda filialimizda. Bu somsa pazi bor-ku. Hozir borasiz-da. Ustidan quplab qo'yasiz, ha? Ha. Chiqib ketmasin, boshqa joyga ketib qolmasin. Yo, xudo xolasa birga ishlaydigan bo'lib, uni nima qiling. Uni o'sha qamab ishlatish kerak ishxonada. To'g'ri. Bo'lmasa ketib qoladi, gap yo'q. 3 oy oqtarganmiz aka. Men o'shaning uchun aytyapman, bemalol kelib, somsalar narxi ham arzon. Boshqa joylar bilan bemalol solishtirsan ham bo'ladi. Mazasi umuman. Men o'zim kartoshka aka hayotimda yemagan. To'g'risi faqat ayam qilib bersalar yeganman, bo'lmasa ko'chada yemagan. Yechimini topdi. Dumba, ozgina qiymasi bor, yo'q. Dumba, kartoshka, piyoz. Aka mazasi bor-ku, go'shtdan mazali. Yo, zo'r mazasi. Mazasi zo'r. Mana xamirchani, pisochnay xamir, kartoshkalari, dumbalari bir xil razmerda to'g'ralgan, piyoz, ziravorlari juda me'yorda solingan. Menga yoqdi juda ham. Gap yo'q, rostdan yaxshi ekan. Endi kelib yeb ko'rishingiz kerak albatta. Men o'zimni xususan taklif qilganda odamlar reklama deydi, sizni o'zingizni auditoriyasi katta desam, yo'q, siz o'zingiz kelib yeb ko'ring, prosta mazasiga baho bering, aka menga unaqa reklamangiz kerak emas dedi. Endi qanaqasiga buni yeb mazasi bunaqaligini xalqqa ko'rsatib bermaslik gunoh bo'lsa kerak. Bizning ishimiz xalqqa manfaatimiz tegishdi. Ko'proq odam ko'rsin, ko'proq odam shunaqa ham arzon, ham mazali, ham sifatli narsalarni yeb ketsin. Shunaqa. Va men odamlardan shu oshchi kommentariyalarga negativ yozmaslikni so'rab qolgan bo'lardim. Iloji yo'q, baribir so'rab qolgan bo'lardim. Chunki mazasi bo'yicha pridratsiya qilinglar agar ana gapinglar bo'lsa. Boshqa narsani bu eplash o'zi oson emas. Odam juda ham ko'p, odam joy katta, ob'yom katta, albatta kamchilik bo'ladi, lekin ukam uchun men so'z beraman, sekin-sekin hammasi ideal darajaga keladi. Xudo xolasa. Chunki o'zini ustida ishlaydigan bola. Ustini harakat qilasiz. Kelinglar, albatta mazasini ko'ringlar. Menga juda ham yoqdi. Juda ham yoqdi. Rostdan yaxshi ekan. Rahmat aka. Rahmat katta. Manzillarimiz Yandexda shu osh deb yozsalaring, hamma joyda chiqib keladi. Farg'onada ham bor, Jarariqda ham, Chorsuvda ham bor. Xullas, ukam aytgandek, Yandexda shu deb yozsanglar bo'ldi, olib keladi. Bemalol mazasini ko'rib, mazza qilib ketasizlar. Bemalol ulpatlarni yig'ibcha, men eriyman deb yuringlar. Bemalol. Ana o'sha payt keldi, lekin bor, ulpatlarni yig'ib bemalol bugun mendan osh deb yuringlar. To'g'ri. To'g'risi. Bitta 4 puli ham bo'lmaydi-da. To'g'ri. Shunaqa. Kelinglar.